Demak, hurmatli ustozlar, sizlarga assessment mavzusi bo'yicha test ishlash texnikasini qisqa fursatda oson va albatta tushunarli tarzda yoritib bermoqchiman. Avvalo, assessment bu baholash. Demak, dars jarayonida o'quvchimizni odatda performansini baholaymiz, xulqini baholaymiz, umuman til o'rganishga nisbatan munosabatini baholaymiz va mana shu munosabatlarni baholashda assessment atamasini ikki jarayonga bo'lib olamiz. Birinchisi demak formal assessment, ikkinchisi demak informal assessment. Informal assessment bu o'quvchimni demak nimasiga, xulqiga, uni darsda jarayondagi performansiga aytadigan og'zaki feedbacklarim, ya'ni barakalla, ajoyib, yoqdi, bo'lmabdi bu ishing, sendan xursand emasman, xafaman bugun, nega bunday qilding, keyingi safar albatta bajarib kel, ajoyib bo'larkan-ku, xuddi o'zim kabi aytilgan so'zlar informal assessment nomi bilan yuritiladi. Ya'ni bu yerda testda tushadigan kaliti so'z bu yerda no grade, ya'ni baho qo'yilmaydi, faqatgina og'zaki feedbackni o'zi informal assessment. Endi formal assessment qanday turlarga bo'linadi desa, tasavvur qiling, mana LSL School Mog'izalda turibman. Kuni kecha LSL o'quv markazida 300 ga yaqin talaba bizda mana shu bizni demak o'quv markazimizda ingliz tili o'rganish talabini bildirdi va mana shu jarayonda o'quvchilarni biz sinab olish uchun ularni A1, A2, B1, B2 levellarga ajratib oldik. Ya'ni mana shu levellarga ajratish testi, eslab qoling, levellarga, ya'ni uni o'zini darajasi mos guruhlarga ajratish jarayoni demak placement test deb ataladi. Ya'ni placement joylash testi deb olsangiz ham oson bo'ladi. Navbatdagi assessment turi, demak tasavvur qiling, shu 300 ta o'quvchilardan 12 donasini meni Jaldim teacher uchun IELTS gruppa sifatida berilib, menga taqdim etildi va men ular bilan kontakt bog'lab birinchi darsga chaqirdim. Ular bilan tanishyapman, ice breaking qilib, dars jarayonini va maqsadini, kursimiz maqsadi va umuman o'quvchilarning maqsadini aniqlashib bo'lgandan keyin ulardan qisqa sinov olyapman. Bu sinovim demak o'quvchilarning til bilish darajasini demak qaysi tomondan ular kuchli, ya'ni vocabulary kuchlimi, listening, umuman productive skill kuchlimi yoki receptive skilllar kuchlimi, ya'ni kuchli va kuchsiz tomonni aniqlab olyapman-da. Menga berilgan lesson plan bor-ku, syllabus. Ana shunga qaysi qismda ko'proq qaysi mavzularga urg'u qaratsam, ular muvaffaqiyatli bo'ladi. Qaysi mavzularni demak tezroq o'tishim kerak, qaysi mavzularni chuqurroq o'tishim kerakligini o'zim uchun bilib olaman. Va mana shu yerda keyword demak eng muhim kuchli va kuchsiz tomoni degan yerdan yoki ana shu syllabusimni shu o'quvchilar leveliga qarab o'zgartiraman desam, nima bo'lar ekan bu? Diagnostic assessment. Diagnostic. Xuddi siz shifokorga borganingizda avval qon analizi va albatta demak qaysidir texnikadan doktor tekshiruvdan o'tasiz-ku. Xuddi shu ta'limda ham xuddi shunday. Qachonki talabani umumiy bilim salohiyatini aniqlab olish uchun olingan test va u dars jarayoniga bevosita ta'sir qilsa, ana shu yerda nima qilaman? Demak, uni hech ikkilanishlarsiz, demak, diagnostic assessment deb nomlayman. Faqat mana shu yerda eslab turasiz, diagnostic assessmentdan so'ng o'qituvchi feedback beradi. Diagnostic assessmentdan so'ng o'qituvchi feedback beradi. Mana shu gapim eslab qolasiz, qaytaman. Ana bundan keyin demak men 3 ta dars o'tdim, o'quvchilarga mavzularni tanishtirib oldim yoki ularni qaysidir qismda bilim salohiyatini aniqladimda, shu o'tilgan 3 ta dars davomida o'quvchilarim nimani o'zlashtirdi yoki o'zlashtirishi qanday ketyapti deb demak mana shu joyda nima qildim? Yana test sinov oldim. Mana shu testimning nomi progress test, ya'ni 3 ta mavzuni o'tib mavzuni qay darajada yaxshi o'zlashtirganligini aniqlasam, buning nomi nima bo'ldi? Demak, progress test. Albatta progress testdan so'ng ham feedback beraman, ya'ni test plus feedback. Endi mana shu joyda test plus feedback, ya'ni diagnostic test uchun test plus feedback berdim, progress test uchun test plus feedback beryapman. Mana shu narsaning nomi formative assessment deb ataladi. Mabodo formative assessment haqida yanada chuqurroq ma'lumot bo'lsangiz, havolada avvalgi videoyimizni mana shu yerda keltirib o'taman. Demak, davom etamiz. Ba'zida ustozlarda shunaqa ko'nikma bo'ladi, odat bo'ladi. O'quvchilardan shunchaki demak yakuniy nazoratni topshirish orqali ball to'plab, keyingi bosqichga, semestrga o'tib ketish uchun demak sinovlar to'liq, ya'ni demak o'qituvchini qanoatlantirmaydi. Aynan shu vaziyatda o'qituvchi demak talabalarga har bir hafta uchun bittadan topshiriq berib, mana shu topshiriqni har biriga alohidadan baho qo'yib, jami
baholarni qo'shib oxirida demak o'rta arifmetikini olsa va mana shu qismni yoki mana shu ballni yakuniy nazorat uchun ishlatsa, demak ustoz mana shu yerda continuous assessment, ya'ni bu yerda kurs davomida, semestr davomida, chorak asr emas, chorak, ya'ni maktabdagi chorak davr davomida degani, ya'ni mana shu davrda o'rganilgan har bitta mavzu uchun topshiriqlarni berib oladi. Mana shu topshiriqlarni bajarish asnosida demak o'quvchining performansi baholanadi. Xo'p, yana nima bor desangiz, mana shu assessmentlarning ichida eng qizig'i, eng foydalisi ustoz va talaba hamda ota-onaga ham foydali bo'lgani bu portfolio. Ya'ni o'quvchilar mana shu 2-sentyabrdan to mana shu tasavvur qiling, o'quv yili davomida barcha qilgan ishlari ichida raytingi bor, rasmlari bor yoki umuman audio, video bloklarini jamlab bitta Alvarado papkaga solib o'qituvchiga baholash uchun taqdim etsa, endi uni hammasini baholay olmaydi albatta. Uni ichidan 3 tasini o'ziga yoqqan mavzularni yoki ana shu topshiriqlarni olib ustoziga baholatsa va mana shu assessment nomi portfolio nomi bilan yuritiladi. Endi mana shu umumiy xulosa qilib mana shu yakunlab olyapman. Faqat yakunlashimdan avval yuqoridagi mavzularni bitta qaytaraman-da, keyin eng oxirgisi yakunlovchi assessment haqida qo'shib o'tib ketaman. Demak, umuman olganda formal assessment, umuman assessmentlarni ikki turga bo'ldik. Informal, formalga og'zaki feedback bersam, demak informal bo'ldi. Demak, kelgan o'quvchilarni saralash testi, levellarga ajratish testiga nisbatan placement test. Menga berilgan 12 ta o'quvchini levelini, ya'ni kuchli kuchsiz tomonini aniqlab olib, ularga test berib, test natijalarida syllabusimni, ish rejamni o'zgartirib olsam, buni nomi diagnostic assessment edi va diagnostic assessmentdan keyin, ya'ni 3 ta dars o'tib, ana shu o'quvchilarning bilimini xulosalagan testim nima bo'ldi? Albatta progress test bo'ldi. Mana shu test plus feedback berilsa, formative assessmentni demak YouTubedan, demak boshqa havolada keltirgan videoni ko'rib olasiz deb kelishdik. Ana undan keyin biz portfolio hamda nima haqida gaplashdik? Continuous assessment. Va endi assessmentlarning yakunida, buni yakunida degan so'zimni haqiqiy testda keladigan variant bilan aytib o'tyapman. Demak, hushyor bo'lasiz. Chorak oxirida, kurs davomida, yo'q, kurs yakunida, chorak davomida, kurs yakunida yoki semestr oxirida deb aytilgan jumlalar kelib, o'quvchilarni demak yil davomida o'rgangan barcha bilimlarini tekshirib olish testining nomi achievement, ya'ni testga demak qadar o'quvchi nimalarga erishdi degan mazmunda ko'rsatiladi va buni ikkinchi nomi bilimini summarize qilish, summative deb ataladi. Ya'ni summative assessment. Assessment haqida bular to'liq emas. Demak, yanada to'liqroq mavzuni demak maydalab, g'ijchalab sizga juda yaqin ohangda demak tushuntirilgan mavzuni yuringdan xohlasangiz, albatta bizni YouTube platformamizda kuzating. Albatta mana shu joyda mana e'tibor qarating, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin.